Yo, assalomu alaykum qarindoshlar. Qanday ko'ngillarimiz hozir vaqtinlar xayrli bo'lsin. Endi bugun bizning so'zlayimiz bo'lsa, bo'ra bola. Bo'ra bola degani, mushu bo'rlar cho'ng qilgan bola. Tarixdan hozirgacha mushu 100 qitimdan ortiq mushu hayvonlar odam bolalarini cho'ng qilgan voqealar yuz bergan. Boshqa hayvonlar bor, lekin ko'pinchisi bo'ri bilan maymun, ya'ni orangutanlar mushu odamlarning bolalarini cho'ng qilgan mushu voqealar shunday yuz bergan. Endi nima uchun buni so'zlaymiz degan chog'da tarixda mushkildagi bolalarni tadqiq qilib, insonlarniki tibobat yo'liga, ideyasiniki, zehniyatiniki mush kichik vaqtidan qanday cho'ng bo'lgan taraflardan nurg'un uchurlarga erishgan. Nurg'un biz hayron qolgan yerlar bor. Shunga bugun buni so'zlab baqaylik. Unda bo'lsa biz bugun mushu Fransiyada yuz bergan eng dangliq bir bo'ri bolaniki hikoyasini so'zlab baqaylik. U bo'lsa-mu Aviron yovvoyi bola. Aviron deganimiz mushu Fransiyaniki bir yerning ismi. Bu ish 1794-yilda yuz bergan. Fransiyaniki janubidagi Aviron degan yerniki bir yezida bir o'rmonlik bo'lgan. Bu o'rmonlikning ichida odamlar gap so'z cho'chaq qilib, bu o'rmonning ichida bir yovvoyi bir maxluq bor, hargizmi kirmanglar deydi ketdik. Keyin bu yezga odamlar borgan sira qo'rqib, qarsa bu maxluq odamga o'xshayotgan, hayvonga o'xshayotgan, anaki buni bir amal qilib tutib olsak deb yerlik ovchilarga deydi ki, mushu maxluqni bir tutib olsanglar deb. Andan keyin mushu 1797-yili mushu ovchilar qiltaq qurib bu balani tutmoqchi bo'lgan. Ham ikki qitim qiltaq qurib tutib olib, yana u bala qiltaqdan qochib ketgan. Keyin u bala mushu puhralarniki uyiga kirib, narsalarni o'g'irlab yeyotgan vaqtida shu yerda tutilib qolgan. Anaki qarsa bu maxluq shunda odamga o'xshagan, 10 yoshlardagi balaga o'xshaydi, lekin gap qilolmaydi. Andan keyin 4 putlab mangdi. Ya'ni qo'li putini tang ishiltib mangdi ketdik. Keyin puhralar buni doktorxonaga olib bergan. Doktorlar buni ko'rib, balkim 11-12 yoshlardagi bir bola o'xshaydi deb paraz qilgan. Andan keyin doktorxonaga olib qilib tadqiq qilgan. Keyin buni bu Parijdagi ustunki sohadagi kishilar buni uqib, o chaqda hamda Fransiya mushunchalik taraqqiy qilib, kapitalizm bu taraflarda taraqqiy qilayotgan vaqtida bunda g'ayriy bir balaniki hikoyasini anglab, ustunki sohadagi odamlar shunda qiziqib, hammasi bu yerga kelib ko'rmoqchi bo'lgan. Keyin bu balaniki mushu bo'rlar cho'ng qilganligini bilib, andan keyin biz buni qaytadan insonlardek tarbiyalasak, asosda yaxshi bo'lib ketadi, insonlarda yashaydigan bo'lib ketadi deb tarbiyalashga kirishgan. Necha oy mushtaq tarbiyalagandan keyinmi yana o'xshash hech qanday o'zgarmagan. Hayvonlarga o'xshashlam yovvoyi qiliqlari bilan yashagan. Keyin Fransiyaniki shu vaqtdagi eng dangliq doktori Philippe Pinner degan bir doktor astoydil bu balaniki hamma yerlarini tekshirgan. Ham Philippe Pinner niki tadqiqotlarda bu balaniki nurg'un organlari yana mushu sezimlarining mushu iqtidorining ojizlab ketganligini bayqagan. Masalan, ko'rish quvvati shundoq ojiz, bir narsani aniq ko'rolmaydigan, ham bir yerga tikilib qarayolmay, mushu midrablanib turadiganliklarini bayqagan. Hamda bu balaniki hamma narsani purab boqadiganligini sezgan. Purash sezimining alohida emas, balki odatdagi odamlarga o'xshashligini bayqagan. Lekin bu balaniki eng yaxshi sezimi, ya'ni eng yuqori iqtidorli sezimi bo'lsa, anglash sezimi ketdik. Bo'libmi shu urug'liq yemekliklar, yana shu yemekliklarniki ovozlarga shunda sezgur ekan. Lekin shu muzika, melodiya, udar degan narsalar hech qanday ta'sir qilmaydi ekan, ham tushunmaydi ekan. Xuddi boshqa bir xil uqumdek. Unda bu Philip doktor bu balani balki bir xil to'lgan vaqtida ro'yi kasal bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Shunga hozir bu qaytadan tarbiyalasakmi, tarbiyaga kirmayotdi insonlarning tarbiyasiga deb shunday yakun chiqargan. Lekin bu yakunga shu vaqtdagi bir Itar degan bir doktor bundan qo'shilmagan. U balkim tug'ilishda emas, keyingi hayotida shunday bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Shu hayvonlar bilan tang yashagan vaqtida, andan keyin bu balani men cho'qim tarbiyalab, odamdek yashaydigan qilma deb o'zi beqib olgan. Hem Itar degan bu doktor u chaqda Isilzoda boy oilalik ketdik. Itar bu balani beqib olgandan keyin ularga Victor deb ism qo'ygan. Keyingilar bu balani Victor de Avron deb atagan. Shunda inchkilik tarbiyalash sistemasi yaratgan har taraflardan. Hem o'zimi Isilzoda oilalik bo'lganligi uchun her taraflardan Isilzoda yuqori sohaliklarningki tarbiyasida tarbiyalagan. 3 oylik shunda inchkilik tarbiyasidan keyin bu balaniki har qanday sezimlarining asta-asta qaytib kelayotganligini sezgan. Ham odatdagi odamlarningki sezimiga o'xshash
bo'layotganligini sezgan. Lekin faqat mush ko'rish quvvati bilan anglash quvvatida hech qanday ilgirlash bo'lmagan. Anglash quvvati texim yaxshi bo'lmagan, odatdagi odamlarga o'xshash bo'lgan, lekin ko'rish quvvatida hech qanday ilgirlash bo'lmagan. Yanada shu jiq narsalarni aniq ko'rolmay, bir yerga tikilib qarmay, midrab turgan holatda turgan. Undan keyin bu Itar degan doktormi mushta maqolalarni yozib, bu balniki davolash ta'sirotlarni yozgan. Maqolalarda deyilganda, mushu odamlar balkim tug'ilgan vaqtida boshqa sezimlarni asosda yetildirgildi, texnik ixtiyorlik qilib, faqat mushu ko'rish bilan anglash quvvati qanday tug'ilgan bo'lsa, shunda qolib qolgan, uni hargizmi keyingi hayotida texnik ixtiyorlik qilaman deb yetildirolmaydiganligini yozgan. Sog'lomlik jihatga ilgirlashlar shuna bo'lgan, lekin boshqa akademik tarafga tarbiyalashlarda asosda xatlarni tizishni mashq qilgan, lekin oxirida faqat birlam xatni tizishni o'rgangan. U bo'lsa-mu sut degan xatni. Keyin oddiy odamlarniki qo'l harakatlarini o'rgangan, ham tushunadigan bo'lgan, lekin oxirgi vaqtgacha gap qilishni o'rganmagan. Ham hatto kishilarniki bir-biri bilan paranglashgan shu so'zlarni mi tushunamagan. Bu so'zlashish uqumini mi tushunamagan. Itar doktor yana davomli shunday inchiklik tarbiyalaydi har taraflardan. Sog'lomlik bilamdi, akademik tarafda bilamdi, lekin keyingi 5 yildan keyinmi yana hech qanday o'zgarish bo'lmagan. Shu boshdagi 3 oylik vaqtga o'xshash, yana so'zlayolmagan, ham aql tarafdami jiq ilgirlash bo'lmagan. Ham insonlarniki shu hissiyot tarafdagi taraqqiyotidami jiq o'zgarish bo'lmagan. Bu insonlarning hissiyotini jiq tushunamagan, faqatlam bir hissiyoti insonlarga sal o'xshagan. U bo'lsa-mu shaxsiyatchilik. Bu shaxsiyatchilik nima keyin ayrim bir qismini so'zlab berma. Bu har qanday jonliqda, har qanday yaratilgan mavjudotlarda hammasida bor. Ham bu shunda muhim bir qismi. Ham bu hissiyot tarafda bu bola yana g'oyanimi ancha tushunamagan. Mushundaq kiyimlarni kiymay yursimi, shu normal deb his qilib yuravergan. Lekin bu balaniki badanniki, terisiniki alayidligi bo'lsa, sovuqlardan qo'rqmaydi, ham issiqlardan qo'rqmaydi. Keyin Itar doktor bu balani davomli tarbiyalashniki unumini ko'rmaganlikdan tarbiyalashdan voz kechgan. Unimi bu insoniyatniki aqli yo hissiyot taraflardan tarbiyalamagan. Keyin 1828-yili Mushu Viktor 40 yoshlar atrofida o'pka yallig'i bilan bu olamda o'tgan. Bu Itar doktorniki Viktorni tarbiyalashda jiq unumlarni ko'rsatmagan bo'lsa-mu, mayli aqli, hissiyot yo sog'lomlik taraflarda, lekin bu Itar doktorniki qoldirib qo'ygan maqolalari keyingi mushu tibobat sohasi, insoniyat sohasi, yana mushu alohida tarbiyalash sohalariga shunchalik jiq uchurlarni bergan, ham to'kpilarni qo'shgan. Alohida tarbiyalash sohasi bo'lsa, mushu anglamaydigan, ko'rmaydigan bolalarniki, odamlarniki tarbiyasiga jiq to'kpilarni qo'shgan. Viktorniki hikoyasidan keyin yana nurg'un hayvonlar cho'nqan bolalar tepilgan, ham shular bo'lgan tadqiqotlardami shuni es qilgan, mushu Viktorga o'xshash jiq narsalarni o'rganmagan, yavoyi so'zlashni o'rganmagan, hatto tuz turib mengishni o'rganmagan. Faqatlam bir hayvonlar cho'ngan bir bola o'rganilgan, u mushu Hindistondagi bir bola ekan. Keyin tarbiyalashlarda tuz turib mengishni o'rgangan. Lekin tuyuqsiz xatar his qilgan vaqtida, yo bo'lmasa jiddiylashgan vaqtlarda yana mushu hayvonlardek puti bilan qo'lini tang ishiltib, mushta maqdan bo'lib qolgan. Shundan keyin tibobat sohasini shunda yakun chiqargan. Bunda bolalar hargizmi yanla tuz turib mengishni o'rganmaydi degan yakun chiqargan. Bu chaqda yana nurg'un odamlar mushu hayvonlar bir cho'ng qilib tepilgan bolalarni balkim kichigidan tug'ilgan vaqtidan bir xil ro'y kasal yo bir yer ojiz bo'lib qolg'achqa ota-onalari tashlab o'tgan bo'lishi mumkin. Ondan hayvonlar beqib cho'ng qilib shunda cho'ng bo'lgan bo'lishi mumkin. Shunga bir yerlari ojiz, shunda cho'ng bo'lgan bo'lishi mumkin deb qaragan. Lekin izlanishlar qaragan chaqda unda emas amaliyotda. Ular shunda sog'lom. Shunga keyingi olimlar analiz qilib bir xil deyilishni o'tirib qo'ygan. U bo'lsa critical period deymiz. Ya'ni bu qanday deyilish degan chaqda insonlarniki ba'zan iqtidorlari tug'ilishdan yetilmagan, balki keyingi hayotida o'rganib turib yetilgan, lekin bu o'rganish vaqtini cho'qim bak keyinida qilatmaslik kerak. Ya'ni nurg'un iqtidorlarni cho'qim 5 yoshdan burun o'rganib bo'lish kerak. Bo'libmi shu so'zlash, ham insonlarniki hissiyotlarini tushunish. Bundan narsalar insonlarniki bu ideyasi tug'ilgan vaqtida kelmaydi, keyingi o'rganishlarda zehniyatiga singib kirgizadi. Bu zehniyatiga singan vaqtida biz deymiz, kichik bolalarniki ideyasiga o'sha tashqi mo'v bosgandek, cho'ng odamlarniki ideyasiga qumg'i mo'v bosgandek deymiz. Shunaqa siz agar qanday muhitda cho'ng bo'lgan bo'lsangiz, qanday vaqtda tarbiyalangan bo'lsangiz, o'sha 5 yosh
ki vaqt shunchalik muhim. Qandaq madaniyat bo'lamdi, qandaq zihniyat bo'lamdi. Mushu 5 yilda o'rgangan shu zihniyatingiz keyingi bir umringizga ta'sir qildi. Agar bu bo'lgan bolalar 5 yoshgacha insonlar bilan tang yashab, insonlarningki zihniyatlarini, ulardagi so'zlashlarni o'rganmay, boshqa hayvonlar bilan yashab, shularningki so'zlashlarini, shularningki yashash qobiliyatlarini o'rgangan bo'lsa, shularningki zihniyati singib kirgizdi ham bir ömür ta'sir qildi degan gap. Keyin yana ba'zan falsafachilarmi bu to'g'riliq ba'zan yakunlanib chiqqan. Nima mushu insonlarningki insonligini isbotlaydi. Agar bolalar kichigidan 5 yoshgacha hayvonlar bilan cho'ng bo'lib, bu zihniyati hayvonlarningki zihniyatiga kirib ketgan bo'lsa, undaqda bu bolalarni inson deyilib bo'lamdi degan deyilishni o'tirib qo'ygan. Qanday narsa insonning insonligini isbotlab bera oladi? Balkim mushu til. Çünkü insanlar tili bilanlar nurg'un ishlarni qila oladi, bir-biriga o'zining hissiyotlarini shunday cho'nqur tushundira oladi. Hatto mushu ideyalarni shunday cho'nqur yerlarga kirib ifodalay oladi. Hatto mushu agar tilimiz bo'lmagan bo'lsa, biz hayvonlar bilan hech qanday farqimiz bo'lmasligi mumkin. Hatto bizning taraqqiyotimiz bo'lmasligi mumkin. Hatto bizningki bu uchurlarimizni keyingi avlodlarimiz qoldirishga mumkiniyati bo'lmasligi mumkin. Hamda bu til bilan ideyaniki birlashmasini texnik cho'nqiroq qilib esa biz insonlarniki tili ham ideyasi bu hayvonlarnikiga o'xshamagan yeri bizniki texnik yuqori o'lchamda. Bizniki balkim agar 3-o'lchamda desak, hayvonlarniki balkim 2-o'lchamda bo'lishi mumkin. U o'ziniki ideyasimi shu 2-o'lchamda ham shuni ifodalashidimi, o'ziniki tildimi shu 2-o'lchamda ifodalay oladi degan gap. Buni qanday tushunamiz deganda, biz hozir o'zimizniki mushu ko'rayotgan mushu turmushdagi hayotlarimizning hammasini 3-o'lcham deb ko'rsak, biz agar mushu kitoblarni yo bo'lmasa televizorlarni ko'rgan dunyomiz, ko'rgan narsalarimiz hammasi 2-o'lchamda degan gap. Bu o'lchamliklarni keyin men ayrim bir so'zlab beraman. Buningki deyilishda eng yuqori o'lchamda bu dunyoda balkim 11-o'lchamgacha bor bo'lishi mumkin deydiganlar bor. Ularniki bu o'ylab chiqargan fantaziya hikoyalari emas, balki amaliy isbotlar bor. Shunga bizningki ideya qurilmamiz texnik yuqori o'lcham bo'lg'achqa, bizning tilimizmi shunda taraqqiy qilib texnik yuqori o'lchamda bo'lgan. Hem insonlarnikimi bu aql qurilmasi boshqa jonliqlarga qaraganda ilg'orroq bo'lg'achqa, insonlar tug'ilib bilan bu vaqtidan boshlab ham ko'rgan har qanday narsani o'rganishga boshlaydi. Masalan, shu so'zlashlarni o'zligidan o'rganishga boshlaydi. Biz so'zlashlarni hargiz maktabga berib o'rganmaymiz, balki o'zimiz o'rganamiz kichigimizdan boshlab. Bu xil insonlarniki sistemimiz shu genimizda bor bo'lishi mumkin, lekin bu xil o'rganish iqtidorimizni faqatla tug'ilgan vaqtimizdan 5 yoshgacha ishlatalaymiz. 5 yoshdan keyin bu xil iqtidorimiz qolmaydi degan gap. Hamda insonlarniki shu tilniki taraqqiyoti eng birinchi tepilgan vaqti 70 ming yilning oldidagi vaqtda sapiyallar, ya'ni aqlli odamlar paydo bo'lgan vaqtlarda birinchi qitim shu vaqtdan boshlab til paydo bo'lgan ham taraqqiy qilgan. Shunga agar falsafachilarniki deyilishida insonlar deb isbotlaydigan narsa til bo'lsa, bu insonlarniki paydo bo'lishi faqatla 70 ming yil bo'lgan. Shunga 70 ming yilning oldidagi bizni balkim insonlar demay boshqa jonliqlar bo'lishimiz mumkin. Shunda qiziqarli hikoyalar yana davomli kelmoqda. Hamsa bugun bu bo'ri bola degan hikoyani mishagicha so'zlaylik, keyingi qismda ko'rishaylik. Allohga emanet.